Siz bilishingiz kerak bo'layotgan avtorlik huquqsiz musiqalar. Salom do'stlar, siz Habib Vlog o'z kanalidasiz. Kanalimga xush kelibsiz. Musiqalarni chet eldan olib foydalanadigan bo'lsangiz, mualliflik huquqidan muammolar paydo bo'ladi. Video bloklanishi yoki kanalingiz o'chib ketishi, shunga o'xshagan muammolar paydo bo'lishi mumkin. Fanatika YouTube bu saytni aytmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik foydalanadigan sayt, shu qatorda men ham o'z videolarimga shu yerdan musiqalarni qidirib topaman. Juda ham sifatli musiqalar bor bu yerda. Janr orqali qidirsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdan o'z kayfiyatingizga qarab ham qidirsangiz bo'ladi. Настроение bittasini tanlaysiz va применить tugmasini bosasiz. Bu yerdagi musiqalardan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Videoga ban qilishdan. YouTube'ning o'zining musiqalari. Bu yerda faqat bitta narsaga e'tiborli bo'lasiz. Mana shu yerdan требование указания авторga bosib qo'yasiz. Bu yerdan mumkinmi, yo'qmi qonun qoidalarini bir o'qib, keyin xohlagan musiqangizni yuklab olishingiz mumkin, skachat qilib. YouTube kanallaridan yana bir bepul musiqalar topishingiz mumkin. No copywriting sound deb qidiradigan bo'lsangiz, mana shuni ichiga kirsangiz, bu kanalda 2000 dan ortiq videolari bor ekan. Sifatli musiqalar bor bu kanalda. O'zingizga yoqadigan musiqalarni topsangiz bo'ladi. Bir musiqaga kirsak, olmoqchi bo'lsak buni описаниesiga kiramiz. Mana shu link orqali ko'chirib olasiz bu musiqani. Musiqa bo'yicha avtorga tushmasligi uchun mana shu informatsiyani qo'yishingizga to'g'ri keladi описаниеңizga. Hattoki bu musiqalardan foydalansangiz monetizatsiya ham yoqishingiz mumkin. Yanada videolaringiz uchun bepul kanal tavsiya qilaman. Mutlaqo tekin avtorga tushishdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Bu kanalimiz Vlog No Copywriting Music 1500 dan ortiq videolari bor ekan. Mutlaqo tekin do'stlar. Xohlagan o'zingizni bironta musiqangizni tanlab videolaringizga qo'yishingiz mumkin. Ikkinchisi esa Audio Library deb ataladi. 3800 dan ortiq videolari bor ekan. Bu ham mutlaqo tekin. Bu kanaldan o'zingizga yoqadigan musiqani tanlab yuklab olasiz. Videolaringiz orqa foniga past qilib qo'yasiz, videolaringiz chiroyli chiqadi. Do'stlar, Telegram kanalimda avtorlik huquqsiz musiqalar to'plamini joylab qo'yganman. Yuklab olib videolaringizga ishlatishingiz mumkin. Telegram kanalim manzili описаниеda bo'ladi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.